想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。哦，想你的夜，求你让我再爱你。Kendiki Dilşat'ın eklerken karganlık muhtemelen yaman emas naqşot sevgili. Dilşat Enver avamısını sizi görüp izden hoş oldum. Sen çıkmayla olup kettin. Dilşat kalmamış akşam çepiriş için bir ay yalvadım rasmi. Yalurğuçuluğu var. Çok yaxşı, qolcu degan azalda mishindaq bir naqshisi ol. Yaxshi naqshlar chiqdi. Makanni bu mishindaq yaxshi bolalar teximjiq chiqsa xo'sh bo'lmas. Rahmat. Söyledim cevlandan başka adam nakşe etrafı tutmadı. Ali doktor da ögünde o. Ali doktor mu söyledi? Bundan sonra ben bir talep ketken bolsam, men jur'atmagan bir inson bor. Men shu insonni jur'am bitib kelgan. O bo'lsa Ravayet grupsiz ayar Şahablıvet. İpek yolu sargasın, sürgünü yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın. İpek yolu sargasın, İpek yolu sargasın, sürgünü yok çivrasın. Dilşat, hoş geldiniz. Karşılığımız. İpek Yol Sadası programımıza tallandınız degan o'qtirishni anglagan vaqtingizda qanchalik hayajonlangandingiz? Pek hayajonlangan. Pek hayajonlangan. Shu hayajon bilan sahnaga chiqib, o'zingizni yaxshi joriy qildira olasiz deb qarayman. Ifodangizning texim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Xayrat qiling. Salam, Nahmedan hem ekran oldidagi barliq aziz do'stlar, manglarning mushati xayrli bo'lsin. Men Qo'mildan kelgan do'stonlar Dilshod Erkin bo'laman. Qo'milda muzika asbob setish do'koni ochaman. Men bu İpek Yol Sadasini birinchi nimdan boshlab izchil ko'rayotgan. O'zim bu kasbim o'qimagan, sirtqi o'zimning yaxshi ko'rishi, naqsh etish. Hem shu o'zimni bir sinab beqish maqsadidan bu İpek Yolu Sadasi programmasida qatnashdim. Kulumni yanfon, dildini qayg'um. Urmaq buldum dadam telefon. Kulumni yanfon, dildini qayg'um. Urmaq buldum anam telefon. Kilermesen sen can bana uçurum ne verip duralım ne geldi Kilermesen sen ey bana unutmazdan unup tutar ey nime kımba sende menen hoş kılmazdın zar yığlat keder hey nime kımba sende menen hoş kılmazdın zar yığlat keder Perzet üçün yüreğiyle Dada degen ulu geçunlar Terzet üçün yüreği parım Ana degen ulu geçunlar Ayağınga baş koyup yığlar Can ana Hazırını döner men kan
yerini qaytıray xatna ey nima qimba sende mening hoş qilmasdin zar yig'lat xida ey nima qimba desende ana hoş qilmasdin zar yig'lat xida qo'limni yanfon dildili qayg'um Yaxshi bo'lish. Jura tamoq yeb keldi. O'sha qashqanda. İşte yok, işkine yok, tamak yemedik. O'yning bo'lg'ashi. Bu vojjoni g'o'rshidan bir nechcha qon qo'shgan ilib olib kelman. İşte ne canım bu? Ishsan bilishi. Qanday? O, Chestaymi? bana bulduk ki bu. Ben Jura. iman qilma. Mana, ketdik. Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Şinjan Ojon suv chekish shirkati Ojon g'o'r Mahirlarga omad tilaydi. Salam barliq aziz ustozlar. Naq maydon ham ekran oldidagi barliq ko'rinmanlar. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men Qumuldan kelgan Mahir Dilshod Erkin bo'laman. Vay. Hey, rahmat. Nima kasb bilan? Men o'zim jo'ban naqsh o'qiyman. Çalg'a so'p sotadigan do'kon ochaman. Hey, Esel. Bu naqsh o'zingizning ijodiyatimi yo? Ha, o'zimning. O'ziniki chiqib o'tirdi-da, ana o'ziniki. Erkin Azade aytdi, bizning o'g'a chiqay. O'zingizning naqshimga dedik zodi. Ben şu 5'lik iki mızrağını anlaplam öğrüldüm. Öğrülüşteki sebebim özünün naqşı ekanligini bilip kaldım şu. İcadiyet kılavatqanlar biladi özünün naqşısını. Qayanga tatip esi italaydı şu. Avval sizniki naqşыңызga rahmat. Rahmat. Şunda peyz naqşı oluptu. Huzurlandık. Ecrinizga rahmat. Rahmat. Etrafınızga qarab baksanız bazen orullar to'shab qo'yayotidu. Bizning orullar bo'sh. Ramliydar rivayet grupimiz sizni qarshi oladi. Men hozircha mushunchalik deb tursam, menandekin qarshi tarafdagilarning gapiga asosan Eliyani talash tartishni qilishimiz. Aldı bilan naqshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Men ishonamanki, men oddiy bo'lsin ijodiyat qilmoqchimanchi. Mushu naqshingiz mushu bizniki 7-qarar Ojon Ipekgul Sadas programmasining 1-bosqichidagi eng chiroyli naqshlarning biri cho'qim bo'ladi. Meningki shaxsiy o'zimniki ko'z qarashi. Qarabingiz yaxshi. Shunday bo'lishiga men tilakdosh qilaman. Aning keyindan Qumul xalq naqshlariga payzangli qandara. Ikki misra anglayli, ikki misra anglayli Qumulnikidan be. Su bo'lsa, suzuk bo'lsa, iriqda iqim bo'lsa, aşk bilan mash'uqlar tam qo'shna yaqin bo'lsa, shirin jonlar aylansin, sochlari belgi chirmalsin. Rahmat. Yigit. İkimiz hem ijodiyat qildik ekanmiz, hem ancha-muncha xalq naqsh ayta oladi ekanmiz. Shunga bizning Kamal guruhiga kirsak, texnik kamalat topadigan o'xshamamdi. Bir qozonga ikki kalla patmaydi. Kallama patmas. İcadetni bilamas. Siz ijodiyatni qiladi ekansiz. Eng muhimi milliy puroqdagi naqshni aytishni yaxshi ko'radi ekansiz o'zingizcha. Endi biz 5 yil san'at maktabida muqam kasbida o'qidik, hozir muqam ansambl ishlatamiz. Milliy puroqni billa yozamiz ikimiz bizning guruhda qo'yasan. Azman amallar. Ha, dikkat qildingizmi? Azman. Biz qazimiz. Dikkat qildingizmi? Men bir narsaga dikkat qildim. Muonaqchiliqi Uyg'urcha bir xil shansuyi. Ha. Ashtab. Uslub. Bu bir xil yenilikchi bu. Men Yezi qishlaq. Ashundan bek huzurlandim. Men bek huzurlandim. Endi mening o'rilmasligimdagi sabab mushu Zahir shaxsizdan talashqim keldi. Men og'nim og'an. Talashqim kelmedi. Og'nim og'an. Tez o'zingiz ijodiyat qilsangiz, ijodiyat qilgan odamlar jafosini tushunsangiz, shuning bilan birga mehr muhabbatini yurkin tushunsangiz, qolganini o'zingiz bilan. Hamda tarafdan so'zlab kelsak. Biz to'quqliq ot. O'zimiz xohlagan vaqtda, xohlagan uslubda tang taraqqiy qilsak bo'ladi. Shunlashqa Ramliydar rivoyat guruhimiz sizni
qizg'in qarshi oladi. Siz bo'yningiz qildi bog'laqsiz atmang. Chapqir otga ishonma. Otga ishonma. Atning gipi yo'q, dapning gipi yo'q, naqshining gipi bor. Uzunga menga Biz shu naqshining gipini deb bir maydonga keldik. O'dikina. Ha. Azman, herkes azman. Manda afkam mammo Adilaga o'xshash shu bekchiral qitdan naqshining gapi yo'q. Ama naqshi unda chiroq etqayda qumning naqsini menimcha texim chiroq etsa. Faqat bizning ma guruhida bolalar hozir ama bu sani cheklik bo'lgach qilam o'rlamay qoldik. Bo'lmasa bekchiral qitqandan afkam shu. Ma boshqa bolalar ishida o'zing o'ylagan shu bo'lmuş bola bilan uzun manglayman deydigan ustozni birini g'ashibikdi. Ko'nglang fikib kelgan ustozlaring bor qilishadi. O'zing ko'nglang fikib kelgan ustozni tanlab olsang bo'ldi. Ko'nglang yo'q. Ko'nglim fikib kelgan ustoz o'rilmagan tursa. Yetishmay o'zinglarga o'ynay. Shundami? Alman deb o'ylasang to'g'ri bo'ldi. Rahmat fikam. Men asli shu Po'latkam ne deb kelgan. Isil. Rahmat. Gapni rostinde. Rahmat. Men ish qilgan chaqda shu Po'latkam o'rimiz kitaman degan. Ketamiz ya. Ketma unda. Biz yana birga o'ynaymiz. Ya seninki yana biz qo'l qo'ydigan bir tarafdan nima ekan desa, maydoning iniqga. O'g'avladek, kishidek mijozing vaki. Men shaxsan qoyil oldim. Sen qaysi guruhga kirsang? O'xshash. Bo'ldi, men sana mush hayotimda men sana qoyil mush gipim uchun. O'xshash, Men Po'latkamni o'xshash. deb kelgan. Ammo lekin Po'latkam o'rilmas men ketma degan shu gapni sen qila oladingmi shu yerda? Men seninki shu maydoningning mustahkamligiga, shu o'g'avladek, kishidek mijozingga men qoyil oldim. Rahmat. Qaysimizni tanlasan o'xshash, yana biz Po'latkan bilan birga meng'ilib davomli. Billa, hammamiz birga. Mening oxirgi tanlashim Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli xiza yang. O'jon g'ori suyini bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz o'jonni deb qolasiz. O'jon g'ori suyi. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'ginishdan o'gitishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükseliş jarayonida orzuimning kamal topadiganiga ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Yaxshi niyat harakatga aylanganda hamma kishi bosh barmog'ini chiqaradi. Harakatga kelib, harakatga yuzlangan Şinjan başparmak yezigilik mahsulotlarini etiş şirketi, Nakşıladı kuylangan yaxşılarning qut belgisi. Muqaddas başparmakdek, muqaddas başparmakdek. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi bosh barmog'ini chiqaradi. Hareketga kelib güzel menzilga yuzlangan Şinjan başparmak dehqonchilik mahsulotlari etish mas'uliyat şirketi, Nakşıladı kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmakdek, estin çıkarmaz, yarni çoğ mene. Hücumet kurban. İpek yolu sargasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sargasın, İpek yolu sargasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazla sevdasın. Bir gün bo'ldi, qattiq ishtahim yo'q. Mana hech nima yesam o'tmadi-ku. Oshqozon bir yarim bo'lib qolibdi-da. Mao mirasning latiyosini yeb qo'yadi, shunchalik qolsa. Bo'ldi. Pek ketami. Qanday ekan? Bizga odashma va? Mana olib qo'ydi. Shunda bichayotgan mao. Mana. Shiqil tambakada buni. Men uyga olib mangan. Bo'ldi adash. Jura, mangalayam. Ma'qul.
Oyunumuzda serkertlik rol oynayotgan Miras Çekiliş şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Növbətdə səhnə çıxıdığan Mayır 1289, yəni Yovar Bacı. Mübarek olsun Esencan. Hoş geldiniz. Sahneye çıkış alıp duruyorsunuz. Ciddileşiş var mı yok mu? Azırak bak. Albatta bo'lish kerak shunaqa. Sahnaning siri bor shunaqa. Navoda ko'nglingizga pukkan ustozingіз o'rindiq aylantirmay qasqana qilasiz. Ko'nglingiz yerim bo'lamdi. Ko'nglim yerim bo'ldi. Yerim bo'ldi. Ko'nglingizga pukkan ma'lumingiz bor shunaqa. Hech qisi yo'q, lekin natijaning qanday bo'lishi bizga muhim emas. Jarayon eng muhim. Jarayonda sizning besib o'tgan tatgan jafolaringiz shuningdan yetilasiz, cho'ng bo'lasiz shunaqa. Bo'ladi, bundan kasbiy hayotingizdan texim utuqliq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Şinjan Ojon Soğut Çekiliş şirketi programımızın tajdırlığını aldı. Programımızda Şinjan Miras şirketi alayı talep kıldı. Programımız bilen Şinjan Kamal Soğut Çekiliş şirketi stratejilik hemkarlaştı. Programımızda Şinjan Başparmak Yezi İgilik Terakkiyat Çekiliş şirketi alayı kolladı. Şinjan Ramlidar Halkara Soğut Çekiliş şirketi programımızga yakından yardım verdi. Salam, ekran aldıdaki görürmen dostlar. İsmim Esencan Celil, Atuş'tan geldim. Ulug'chat naisida o'qituvchi. Tunji qarar İpek Ul sadasi boshlangan vaqtda yangi o'qish bitirib, xizmat kutib turgan vaqtim edi. 24 yosh vaqtim. Agar men o'zim yoqtirib kelgan ustoz menga o'rilmay qolsa, boshqa ustozlar bo'lsa-mu, tanlayman. Chunki men 5 yil ustozning naqshisini yaxshi ko'raman. Oh. Arabağның o'ti Qiyaquti tağның o'ti Yürgümni köydürgen Şirak tişki yarның o'ti Bağ arabağның o'ti Qiyaquti tağның o'ti Yürgümni köydürgen Şirak tişki yarның o'ti Ya derdi yaman iken Men üretur almayman Baray desem yol yirak yol yirak Vakti da baralmayman Ya derdi yaman iken Men üretur almayman Baray desem yol yirak yol yirak Vakti da baralmayman Yol sel jirak mı? Asmandaki yıldızlar Şola vermegen yarim Ağzıda külüp koyup Köngül vermegen yarim Asmandaki çolpandek Şola vermegen yarim Ağzıda külüp koyup Köngül vermegen yarim Yarım müze cirayli Kudu ayga okşaydı Kilim desem kelmeydu Ay kelmeydu
Ko'ngli boshqa o'xshaydi Yarim o'zi chiroyli Xuddi ayga o'xshaydi Kelin desam kelmaydi Voy kelmaydi Ko'ngli boshqa o'xshaydi Kelin desam kelmaydi Voy kelmaydi Ko'ngli boshqa o'xshaydi Salam ustozlar. İsmim Hasanjan Jalil, Atishdan keldim. Qarshi olamiz. Rahmat. Nima kasb bilan shug'ullanasan, nima ish qilasan? Aka bu desa. Bu Hasanjon. Men Ulug'chat Naya. Buyur. Yig'in boshlang'ich maktabning tan tarbiya o'qituvchisi. Shu bir yerlarda chapding. Men boshda o'rildim. Nimishqa qarasam Hasanjon turdi o'rilibla. Men naqshiga men bek amroq birinchi ulab. Bu naqshi bek uzoq qo'ygan naqsha, ajoyib chiroyli aytilgan naqsha. Bugun o'zining navbatida o'zining uslubiga asosan bek yaxshi aytding. Hasanjon bilan shaxsan men tanishman. Hasanjon bo'lsa bizniki shu Barmaq gruppasidagi Kamiljon akamning bir qo'saq inisi. Yine bir qo'saq inisi. Oyshtama? O'xshamamga qarab baqa chiroyga. Endi o'xshaydi. Ma'lum yana bir sifatda mana bilan qo'shib kelsak. Buni davlat tilida Hoji doktorlar Guanxi deydi. Shu ajoyib qo'shildik. Men attab chiqmayman dedi. Men tushundiysan Po'latga. Bu mening bir qo'saq inim. Bir qo'saq inim bu. Chiroyimiz o'xshamam degan qarab o'xshaydi. Seni chiqib turib beray hozir. Chiroyimiz o'xshamdi, o'xshamam. Bilmay bilinib tushmanglar. Men tushundim. O'xshaydi. Men tushundim. Seni sal ottab tutibdi-ku. Men aqlga keldim Ya Hasanjonmi tunilgan bo'lsa sendan chiroyli ko'rinadi. Men yaxshi tan tarbiyachi bu. Ikki qo'shmaq inim, Hasan Husayn ikkisi keladi. Ular atishning tan tarbiyasiga hamda Shinjongning tan tarbiyasiga bola bo'lchi bu. Men yaxshi to'yib qo'shgan bu. Yaxshi hujumchi bir bola bu. Tuyuqsizlan bu. Mushish pasm shapaloq yaxshi ko'rdik. Biz paychar o'ynaydik biz. Bizga agishib bu tan tarbiyachi bo'ldi bu. Jo'shanda o'qida buni o'zim o'qitdim desam bo'ladi bu yerda. Tuyuqsiz bo'lmuş 5-4 yilingizda naqshulab qilib duttachilik yigirib naqshi qiziqib qoldi-da bu. Qarasam bu do'yinlik bir bilan chiqaryotdi, naqshini aytadimi, chatiqim bo'lmadi, karim bo'lmadi. To'xtag'ana bu. Mana bu oxiri chiqmaydi bu ishning bu. Bu kasb bo'lmasam bara-bara 5 taqsimam bo'lib, xili yomon emas, naqshichiga kelib qopti. Bu da borsam men Yipek sadasi qatnashman dedi, voy. Yurking bormi shunchalik. Sen undas mening chatiqim yo'q. O'zingning kuchiga tayanib shu yerga bora olasan, ba. Hocalar chiqib turdi deb. Juda qancha hocalarni do'st Majik bilan yordam qildi. Endi kelgandiki men aksi bo'lgandan 3 kun nazar endi 3 kun bo'ldi. Naqshini anglab baqqanicha. Mushunchalik aytadigan bo'lib, bu kasbiy naqsh emas. Yurak qapshiraklik bilan mishagimni mikrofonni qo'llanib chiqalayim aka. Men sen sana agishib necha yil yuribdimi? Sen shu sandagi vaqtimda udul-mudul turishga tirishma deb kelib shuning hamda shu. Jasardiga o'rildik buning hamda. Barakalloh. Bara-bara bo'ldi, bara-bara. Sen yerga qarab turib ol. Bizga qilamiz endi. Kamil akani uyning kichik deb jiqa ikkilti tutganman bu. Sedim kichik ekan. Yaxshi fikrim, yaxshi. Kimda bu Kamil akam Urumchiga inib kelgandan keyin ikkisi jiq ko'rishamay, mushu banada Yipekul qatnashib Kamil akam bilan uzoqroq turay dedi bu. Yo'q, bu mening fansarimcha bu o'yinda. Meniki har qanday chiqargan zo'pinglarimga cho'qim bu bir gul bermay, yurak bermay o'tib ketmaydi bu. Lekin bu yerga chiqadigan menga demabdi, men xabarim yo'q. Ya sen demabsan. O'rilib bir ko'rab baqqam kelib ketdi-ku. Bu kim bo'ladi deb. Kamil akam bek jiqga qilib kelsa, xato tushunish paydo bo'lib qoladi bu yerda. Gap qilayver, gap qilayver. Shunlashqa bizning guruhga kirsangmi qarshi olamiz. Kamil akam qila olganni bizmi qila olamiz, juma. Bizning aksi bizda. O cho'qim A guruhida tarbiyalanishing shart emas. Bizning guruhlarga kirsangmi, bizmi cho'qim yaxshi yetaklaymiz. A guruhida tarbiyalanishing shart emas. Kamil akani bek o'ylanma, Kamil akani mard emas degan bir gap bor. Akani mardligini bilsang-ku. Qana fikrim. Bu jika sen gaping bormi? Men jo'g'anda aksini guruhiga kirmisin. Masala o'rindiga qarasizlar, o'rindiga chiqib ketdi. Guruhimizga boshqa bolalarga bir xil Bizim bo'lib qoldi. Bize bir
Guanxi yani deymiz. Bir bop qalamiki deb o'yladim. Bizning o gruppaga bu besim qilgan darajadagi bu naqsh emas bu. Kasbiy naqsh emas demoqchi. Kasbiy tarbiya olgan naqsh. Bu kichik. Shuning uchun tanlamang. Jana qo'yib Ya, mening elimda to'sam bu. Achiq basaqmi ojiq mehmon qilishamiz. Sen tomoq, yotoqninkini hisoblab o'tsam, hisoblama. O'sha namı qıpırdı baldıqlar. 5 qavat uyan bor meni. Çok. Ha. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men bu vaqtchilik akamga agishib cho'ng oldim. Asos nima ish qilsam akamni do'rab qilib boqaman. Kamil kam 2005-yili shundaroq aytdi. Egishi Bu xilosiyatni tushunimiz. Akam bizning yaxshi ulgimiz. To'g'ri. To'g'ri. Shunga mening eng oxirgi qarorim Kamiljon ustoz. İpek yolu sadasın, suygunun yok şidrasın, kuş havazla seyrasın, İpek yolu sadasın. Oy, qadara. Yaxshimi, nagmadi? Voy, men texnikidan keyin topamay. Beshim qilib o'rdim. Voy, qarab akaman, Kamalni evaldim men, ular ucham kiyvag'im yarashdimi? Kamalningmi? Ujib chiroyli ekan, shu. Naqtilganda men meni opam san bo'lmadi hozir edi. Mana men Kamalning maqsad etishdigini gapiray, mana. Ha, mana deb yaxshi oldi, voy. Cesur yigitlerinin oldun tanlışı bulup kilovatkan Şinjan Kamal Halkara Sol çerkti Kamal kiyim keçekleri mayırlağa ahmet dileydi. Vay. Ben muş çağan görüp ettim. Karım yok. Gözler güler yüz, gülse gönül biler yüz. Gülse gözler güler yüz, gülse gönül biler yüz. Olsan hoş hoy elacı, sınaklarda kiler yüz. Olsan hoş hoy elacı, sınaklarda kiler yüz. Kalbin bolsa pak pakiz, hayatlıqa o yıldız. Kalbin bolsa pak pakiz, hayatlıqa o yıldız. Ruh bilen ten birlese, söygü aziz, tek aziz. Ruh bilen tek birlese, söygü aziz, tek aziz. Gülse gözler güler yüz, gülse gönül biler yüz. Gülse gözler güler yüz, gülse gönül biler yüz. Hayat
yaşırat Sen bulsan senla can hayatın yaşırat Sen bulsan senla güler yüzler yar bular Dersen ahlak din çıkarsan beş takdin Olmaz hergiz yüzün yer Güller üner toprak din Külse gözler güler yüz Külse gönül biler yüz Külse gözler güler yüz Külse gönül biler yüz Külse gözler güler yüz Külse gönül biler yüz Yaşap ketdim ustoz. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz. Menga qilaymi, sizlarga qilamsizlar? Sizdan kelsin avval ustoz. Aldı bilan hammanglarga o'tag'amish 5 ustozga, shundaqla Ipak yo'lini 7-qarorgacha izchillik bilan qat'iy shu nima bo'shashmay 7-qarorgacha aklalgan Muxtor Bug'ra akamizga cheksiz salomlar bo'lsin. Birovniki qobiliyatini ko'rsatish uchun maydon kerak. Bo'lapmi san'at? Chunki uyda o'tirib o'z-o'ziga naqsha qilib bo'lmaydi. Onun uchun maydon kerak. San'at talog'i chiqib, xalq bilan uchrashganda uning qimmati bo'ldi. Mana 7-qarorgacha mana bu shunaqa qor ko'zlardan, o'sha yigit qizlarimizning qanchalagan qobiliyatlar o'tirib chiqdi. Gerçi qapqag'anlimi bu sahnani bir ko'rib chib ketdi. Shunga Muxtor akaniki san'atda qobiliyati va her millatdan san'atda qobiliyati va mushundaq bir maydonni izlab yurganlarga san'atdan iborat maydon hozirlab berib shularniki hozirgi vaqtida o'tirib chiqib mana shularning oldi mana bugungi Qizilorda o'tira olasizlar. Mushning o'zi Ipak yo'lining sizlarga hozirlab bergan maydondan iborat. Natija mana ko'z oldinglar turibdi. Shunga yana shu Muxtor akaga rahmat deymiz. Rahmat Muxtor aka. 7-qarorninki vujudga kelishimi shundoq yaxshi bo'ldi. Nimishqa yashashyotdi. Shu mening bir shuarim bor, fursat yosh vaqtida keldi. Yosh vaqtida kelmagan fursatni, yashanganda bergan fursat faqat sizga bergan islashlikdan iborat. Islashlikdan bergan fursatni olmaymiz. Yosh vaqtimizga qobiliyatga berilgan bu fursatni olamiz. Şuna müşahede otağan her qaysinglar maş 3-çinglar mening o'quvchim ekansizlar. Qolgan 2-nglar men bilan sabdash. Mana Polat bizning maktabda o'qigan, biz shunday yaxshi salomlashimiz. Muzayir Shahniki men qobiliyatiga qoyil. Hammanglar müşaga o'zinglarniki mush qobiliyatinglar bilan chiqdinglar. U bekadim bu o'rindiqniki o'rinda o'taq odam cho'qim javob bera olish kerak. Onun boshqa mana G'oji Matqurban 5 yıl muqam sınıfta mening qiynimni ishgan baldı bular. Ma çaşning aqirib ketishida mush baldining hassisi bor. Rastlik biraz. Shunda. Kamil mana 3-qaror muqam sınıftaki mening toza pish aldı tug'an o'qituvchilik vaqtimga to'g'ri kelib qolgan Kamil. Endi G'oji Matqurban mening pishib yetilgan nim deysa degan vaqtiga kelib qolgan o'quvchilarimiz. Özіңларныңки қабілетіңлар білән мұшы орынға оттағыңларны мен бірінші қытым мұны Мұхтар акам білді. Мен Мұхтар акам телефон қылдым. Мен хош олдым. Немеге хош олдым? Біріншіден 3 оқушының болғанлығы. Мына Адила Сыдық 2016-дан башлап мұқам үгінімән деп келді. Мұқамның пайдасыны мı? Көдік. Ondan көріп мен. Біріншіден мешәді 3 оқушымның мұш оттағыны мені нағайт маяжаландырды. Қараң ма оқытушының ройыны. Rahmet ustoz. Yani birisi Polat Tursun. Polat Tursun'un muş naq meydan naqşaydı çıqıb bek peyzi var. Ben bir neçə qitim naq meydan naqsını anılğan. Özümü şundaq ərcətini şundaq kilişimlik özün tutqan. Endi şuna Şambılı Pakiz. Endi muşu kim kelsek Zahir Şah kelsek ustazının yolunu tutuş
ustozga izchillik bo'lishning foydasini va uning javobini zohirdan ko'rdim. Naq tegdi ama gap. Mana Zahir Şah, mana qachon qarsiz Mahmud Sulaymon, siz bu men bu yigitning bir qitimliq MTV'sini ko'rmadim. Nimalar qilsa shu Mahmud Sulaymon ustozining bizning suyumlik bizning sabdishimizning rasmi bor. Bu nima? Ustozni qadrlash. Ustozni qadrlash. Shunga shu rasmiy 7-qaror İpek yo'liniki qo'zg'atishda Zahir Şah deganda rost meni ko'zimga yosh keldi. Muxtar aka, hamma ishingiz to'g'ri bo'lgan, lekin eng to'g'risi Zahir Şah bo'lgan. Ben her qachon sizlarni qo'llab-quvvatlagicha, men sizlarni bir piyola choy beraysam, bu uchi Vaqtimiz yo'q. Bu uchi niziqa faqat men fursat bermadi. Endi choymi yo'q, siz qo'yinglar choyni menga. Bu shundoq. Bu san'at degan mening lam gapim rost bo'lmaydi. Kim qaysi uslubda naqshaysa, mening rost bo'lmaydi. Bu uslublar har xil bo'lishlan san'at. Hammasi o'xshash san'at. Ben ana andaq, manımadak demeyme. Uy, anam çıraylık ya. Kim yaktır alsa, tacuşum meşim. Rahmet. Kim etip bizge hatırcanlık duygus berelse, güzel avaz degen şu. Şuna, müşodiki aqasanlağa, özümninki namıdın ve Yepek Yolu müşolik programımızın namıdın sizlerge güç kuvvet. Müşo ısıqçıraqlının asıda oturup, müşodiki qar gözlerini astoydillik bilan, odillik bilan tanlashga zehn ketadi. Shunga hech qachon zehninglar herib qolmasin, etinglar herib qolmasin. Lekin mush qizlar o'rindiqda 7, 8, 9, 10 dimi davomli o'tirishinglarni umid qilaman. Rahmet sizge. Sizge bir çemberek bilen bir desti gülümüz var. Bu masal balda bo'lib qaldimi? 70 kirganda. Arzesiz ustas. Gülününki vakti yok, yeşi yok. Soğukatının şunda bulu kuyap bəsəm hazır hemimiz bir ağızdan köngül camını sizge tutudu. Enek. Lekin hemde bula kamil jığlab otudu. Müştərqi aran turub otudu. Zahirim jığılıdı. Şunlaşqa biz muş jığılını bir xuşallıq jığısı aylandırsak dep oyladım. Onun deyken men bir ağızlı gap qılay. Gap alıp ketmisin. Ustaz deyse meningmi ustazlarım bolğan. Hatta mening yeşimdimi ustaz deyse muş Ayşgül ma'lum qildi. Meni xijolat qilma. Ya bu qanda degan vaqtda ustozningki meningcha yeshi qirisi, peshqadamisi yoki buqi bo'lmasa kerak. Ustozningki ustoz mush Ayşgül ma'lumdek bo'lsa kerak deyman. Şunlaşqa endi nemishqa degan vaqtida mush Yepek yo'liningki hozirgi 10 yosh kirishiga Ayşgül ma'lumningki intayin zo'r ajri bor. Nurg'un mayirlarni bizga tavsiya qilgan, hatto mush qizil o'rindiqda sizning oldingizda o'tirib nurg'un o'quvchilarni tarbiyalagan. Bu 3 yillik emas, mush 5 yil ise hatto men sizning o'quvchingiz. Rahmat. Onun deyken muşu on kanat ve sol kanattaki muşu ballının hemmesi sizin okuyucularınız. Çünkü sizin okuyucularınızın okuyucusu olatıdı bula. Şunlaşqa Ayşgül ma'lumga sizinki sözleş purustunlu ele olay. Ayşgül ma'lumga su qetilgandek, ot qetilgandek, tilekler qetilsin, ömürler silab qetilsin sizge. En mühimi ma'nilik ömür tileyli. Rahmet. Rahmet sizge. Voy aka oldıraş neyge mağdın?
O yengen umumda baş parmakla yakmayın. Oy, dilgende lam hep götürüp mi yaptım acımamız bana. Ama yengen hoştu polo. Ama hoştu bir polosunu yeliye bir geldiğinden. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erishgan Mayerimiz bo'lsa Şinjan Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik quroll bilan mukofotlaydi. 3 derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiblaydi. 4 bo'lgan Mayer bo'lsa Şinjan Başbarmak Yez egilik fan texnikasi taraqqiyot cheklik şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5 derecege erishgan Mayerimizni Şinjan Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Arsı Baba 2488 numurluk Mayer'ni körep bakaylıya karşılaylı. Hoş geldiniz. Bugünkü tayyorliqlaringiz qanday? Onda bo'lsa sahna orqada siz bilan tang o'ltirib musobaqa tushgan mahirlar qanday shirik so'zingiz bor? Hammanglar uxtiyar bo'lsin, g'ayrat qilinglar. Ifodangizning yaxshi bo'lishini chindanimizdan umid qilamiz. Marhamat. Yaxshimisizlar, ekranlardagi ko'rganlar, hammanglarga vaqt xayr olsun. Men Ko'rildan kelgan naqshchi mayronlar Adil Jamol Ahmad bo'laman. Mening 7-qara Ipak yo'li qisqadas programmasiga qatnashishimdagi maqsad o'zimning naqshchilikdagi ijodiyatlarini xalq ommaga sunish va shundaqla o'zimning naqshchilikdagi qobiliyatini sinab baqish. Tümdür tanı vaslamne Tonu olgan okşasa Jörgümgün namını Oy olgan okşasa Tümdür tanı vaslamne Tonu olgan okşasa Jörgümgün namını Oy olgan okşaysan Çimenlerini agissam Tangleri baksa balık Sanı tanış edin ne şerin Poru olgan okşaysan Çimenlerini agissam Tangleri baksa balık Sanı tanış edin ne şerin Poru olgan okşaysan Tümdür tanı vaslamne Tonu olgan okşaysa Jörgümgün namını Oy olgan okşaysa Tümdür tanı vaslamne Tonu olgan okşaysa Jörgümgün namını Oy olgan okşaysan Çimenlerini agissam Tangleri baksa balık Sanı tanış edin ne şerin Poru olgan okşaysan Çimenlerini agissam Tangleri baksa balık
Sağını tanış edim ne şirin Boru olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Küydür olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Süydür olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Küydür olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Küydür olgan okşaysan Seni güzel yar Yanımda buluşsanla güzel yar Gönülleri sende ay bulup sen yar Küydür olgan okşaysan Düşlerimde gülermez seni güzel yar Yanımda buluşsanla güzel yar Gönülleri sende ay bulup sen Küydür olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Küydür olgan okşaysan Sana tanış edim ne Boru olgan okşaysan Okşaysan, okşaysan Küydür olgan okşaysan Sana tanış edim ne Boru olgan okşaysan Menin Küydür olgan okşaysan Menin Süydür olgan okşaysan Yaxşımısınızlar Hürmetli ustazlar Amanlarning azıq vaqti xayrlik bo'lsin Men Ko'rildan kelgan Mahir Adiljon Bollamat bo'laman Ay qarshi olamiz Qarshi olamiz Evet Davulanga o'xshaydi ekan He peyze Qozog'cha aytdimi, Uyg'urcha aytdimi? Men shu boshda qozoqchimikin deb anglagan, lekin keyin o'rilib bo'lgan oyoqi anandan keyin Uyg'urcha naqshkanligini his qildim. Manga başta ta'sir berdi. Endi bizmi Zahir ishkimiz sizga o'rildik. Mening gruppamni agar bisim qilib qolmasangiz, bizning miras gruppasi sizni qarshi oladi. Rahmat. Men boshda naqshini anglagan vaqtimda abay siz degandek qozoqcha naqshimikin deb o'rilib qarab tonidim bu odamni-chu. Bu naqshi o'zingizning naqshimi? İcazet naqsh. O'zingizning ijozat naqshi. O'z ijozat qilgan naqshga. Lekin qarab tonigandan keyin bu naqshiningki uzun yillik naqshi birodarimiz ekanligini tonib oldim men. Rahmat. Men ko'rliqqa chiqib borman, u ham munosabati bilan, to'y-to'kun ishlari bilan-chu. Ko'rliqda balkim bizmi ko'rishgan bo'lishimiz mumkin. Ko'rishgan. Naqshini yaxshi aytdingiz. Bizningki Ramleyda rivoyat guruhimizni qarshi oladi. Besim qilish yo'q. Hargiz besim qilish yo'q. Faqat shu sahna orqali guruhimizdagi do'stlar bilan, shu butun 5 guruhdagi saboqdoshlar bilan, do'stlar bilan shu programmada yaxshi bo'lgan asarlarni maydonga olib chiqib o'zimizni to'g'ri usul bilan namoyon qilsa qolganini bahoni xalq beradi. Rahmat. Adiljon burun qatnashganmi? İpek yo'li chiqqanmi deb esimda bor. 4-qadam qatnashgan. Esim keldi. Biz shu vaqtda Ikkinchi qitim qatnashish uchun xeyli zo'r ishonch iroda ketdi. Payz oldu. Bunun ustiga Zahir siz deysiz, mana shu uzoq yil bo'lgan naqshed qildi, xeyli peshqadam bo'lib qoldi deb. Endi men bu yoshlar bilan birga musobaqaga tushib yuramanmi bu yosh kirganda. Yani buni o'ylashib kelmasimi, kelmaydi ro'z gap qilsa ham bo'ldimi shuni o'ylandib o'ziga xoslik bor ekan. Xosligingiz bor ekan. Shu men intayin shaxsan bek xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Sizning shu ikkinchi qitimmi yana iradangiz bilan sahnada yana bir naqsh aytib olaychi deb shuncha naqshchilarning orasidan tanlanib sahnaga chiqqaningizdan men shunchalik ta'sirlandim. Qarsam Zahir shaxt qo'rqmayli o'rilgan temamni qarsam ovozingizda bir xil alaydi xoslik bor ekan. Endi o'rilib bo'lgandan keyin sizning ham o'zingizning ijodiyat qilganini bilib o'rilganimdan shundan mamnun bo'lib qoldim menmi. Meningki miras guruhim sizga o'xshashmi shunday uzun yillik naqsh aytish tajribasi bor.
Sizga o'xshash ijodiyat qiladigan shundaq mayirlarga muhtoj sizni qizg'in qarshi olaman. Uzun soraymiz biz Onun üstü yol yakınki Udulla. Zahir Şah bilan Adila o'rilibdi. Bularning orasida qistirlavanmay, mush ikkisidan bir talash tatsin. Bir ko'raylar deb basamman qoldim rasga qasam. Biz mana bashimiz o'tiribdimiz. Agar bir mana qaraqlim ko'nglimizda bir 70% yaxshi aytib bersa, ay bir so'zim o'rilsa bo'ldi deb ahvolimizga qarab bir-birimizga ishorat qilib ketamiz. Sa o'rilamsa. Chunki sizlarning qilib qilishinglarni umid qilmaymiz. Qat'iy xohlamaymiz. Şu an biz ikimiz öğrenilgenki sizler hatırlayacağım Sen hatırlayacağım olur ras. Ameliyat bizim öğrenilgimiz yok emas. Bizniki qanday deymiz biz özümüzün grubumuzning sal xosligini alayligini saqlagan ekvalasida ham o'zi sizlarning ham ba'zi bir bisimlarga yo'liqib qolmas unisi son cheklik uyangan qoidasi bor-da. Şu an biz nayt yaxshi maslashyapmiz. Şu mayirlar qat'iy ansirmanglar sizlarning Yaxshi aytsanlar bo'lsa, qo'linglarni mushundaqla so'zsanglar biz bashimiz bir emas, ikki qo'limiz bilan, bitta qo'limiz bilan sizlarni suzib ilishga tayyor. To'g'ri. Rahmat. Xo'sh yo'lda ta'limimiz mana shu ustoz o'rildi. Bu cho'ng natija. Ya'ni sizlarning orzuyinglar bizning orzuyimiz. Xohlagancha tanlagan. Endi men uzun yil bo'ldi naqsh musiqa bilan shug'ullanayotgani. Amibop naqshni haqiqatan yaxshi ko'raman, milliy naqshlarni. Ham o'zimning alohida qiziqishi, lekin Yevropacha uslubchi. Şu Adila Ustaz'ın nakşilerini ben bek umrak açtı ahanlarga, şu açtahrak bir narsalarni qilishim o'zimni bek umrak. Şu rasga qilsam bu qarorda Adila Ustaz bamido deb turib kelgan. Nafisa. Agar o'rindigan bo'lsam ketatdingiz ha. Ras ketdim. Reza. Yesirdiman deb qo'ygan. Yesirdiman deb qo'ygan. Agar o'ringa qas ketdim. Yo, tas qaptiqchima, hadisga yo'liq qilar. Nima ish bunday qilmaymiz deganda biz shuncha yil naqsh aytibdik, shuncha yil naqsh aytib ang oxirida hamda e'tirof qilinishga erishmaslik degan gap 5-masala bo'lib, mening mush yuragimdan chiqqan narsani yuragi bilan his qila oladigan, yuragi bilan tingsha oladigan bir anglarmanlar chiqami deganda o'ylab qolamiz. Chunki agar haqiqatan shunday bir anglarman chiqsa, biz o'zimizga texmi bak ishonchami, o'zimizga bir ruhiy ozuq bo'ldi. Sizning men rasga qilsam oldin bir mahirimiz Polatkamni shunday deganda, shunda qizg'inib, ichimdan qizg'inib ketdim. Mening shunday bir telefonsi deb qo'ydi, hamda sizlar Finsi davalımız bazılar finsi ama deb qo'ydi, aldiranda bu amniyatda. Sizlarninki qan finala. Sizlarninki de. Hech kimning finsiz emas, faqat bu san'atga bo'lgan yaxshi ko'rish ishtiyoqimiz bilan shundaq bir yo'lga kirib bir kasbni qilayotgan yerimiz bor. Shu baxo'sh bo'ldim. Angar talışım Adila muallim. İpek yolu sağdasın, suygunun yok çiğdrasın, kuş havazla seyrasın. İpek yolu sağdasın, İpek yolu sağdasın, suygunun yok çiğdrasın. Ukam yaxshi tutdingizmi? Yaxshi, yana yaxshi Uzun bo'ldim, bo'lib kelmagan deb chiroyli qilib ketdingizmi? Oshdami, rahmat. Terimlaringiz, gurunlaringiz shunday yaxshi Rahmat, bo'lib keldi. rahmat. Maylar shunday yaxshi san'at qilib Mush yaqindan buyancha adam shu Ramlidaning bir yosh mahsulotlar chiqdi ekan. Shuni bir Ramlida? ishlatib ishqib mening yuzimga shunday yaxshi. Mushni ishlatdingizmi? Maylar shunday yaxshi san'at qilib mush taglikmay bo'lsin, kirpiklaklar bo'lsin, ana badan yuz suyuqlarim uchun shunda payizga qarangda. Qarang. Men shu marka nima? Shunday yaxshi Ramlida san'at jumla payizga buning bir yurish mahsulotlari. Unda payzi. Shiqmaqayman. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang bosh barmoq yezi egilik fan texnikasi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda go'zallikni so'yguchi xonim-qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan Ramlidar markasidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramlidar xalqaro cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. 1397 numaralık mahir. Anlap bakla. Güzel Nur qarşılığınız. Yepek Yolu Sadası programmasiga mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Sahnaga chiqishdan avvalgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Hozir azroq jiddiylashyapman, lekin boshqa ishlarda nasli yo'q deb o'ylayman. Bugungi ifodangizning alayda yaxshi bo'lishini, shundaqla o'zingizni yaxshi ko'rgan ustozning sizga aylanishini chin dilimizdan umid qilamiz. Unda xos marhamat. Rahmat.
Salam dostlar, muş vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men sizlarning yaxshi do'stinglar Go'zal Nurnamat bo'laman. Sizlar bilan ekran orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Qashqardan keldim. O'zimningki mush kasbimni yoqtirganligim uchun, kasbimga bo'lgan qiziqishim uchun shunga Ipak yo'l sadosida qatnashdim. Vay. Dilber sırayla ya. Bilenler zan uçtu sabah, vadini boylap çeşti Nağmeci kuşlar çaldı muka, sepmu çiraylık geldi bahar. Nağmeci kuşlar çaldı muka, sepmu çiraylık geldi bahar. Rezgizi yandaşlar yolunup, kendi timiyer düş kulunup. Baridu endi işumlunup, sepmu çiraylık geldi bahar. Baridu endi işumlunup, sepmu çiraylık geldi bahar. Cülvege tolgan gülşenlara, tekşi çilgan gülge kara. Bir-birinden öz beyzetullah, sepmu çiraylık geldi bahar. Bir-birinden öz beyzetullah, sepmu çiraylık geldi bahar. Ahır bisiklet var. Elli geldi hala ahır ketme. Sepmu çiraylık geldi bahar. Kalbin üstüne gül geliyor. Cennet musulman oldu. Sepmu çiraylık geldi bahar. Cennet musulman oldu. Sepmu çiraylık geldi bahar. Musulman oldu. Sepmu çiraylık geldi bahar. Cennet musulman oldu. Sepmu çiraylık geldi bahar. Sepmu çiraylık geldi bahar. Salam ustozlar. Hammanglar bilan mush sahna orqali yuz ko'rishganligimda intayin xursandman, pek xush bo'ldim. O'zim Qashqarga ketdim bo'lman. Hozir shu muzika, mush naqsh kasb bilan shug'ullanib qolyapman. Keşif qilsangiz bo'ldi ekan. Udukman, her şey udukman. Sen özünüz toxtayılan birdem. Çoğun nefes ilan. Kesipni muşnul okuğanmı kesipni? O'zim Qashqa Toshyo'ninki muzik ma'rif kasbini bitgan. Naqshini asos qilib o'rgangandim. Mening o'rilishimdagi sabab masalan hozir biz singlimiz shunday yaxshi aytdi-ku, bir rag'bat bo'lish kerak. Masalan
mening gruppam balkim tushmasligi mumkin mana bu uslub jihatdan, lekin bu o'rilib mush qizalniki mushundaq bir yaxshi naqshchi, yaxshi bir artist bo'lishiga bir ishonch ham bak muhim. Men mushu Kamilafon, Adila taraf turibroq gapib turdik hamda. Biz taraf tutuvimiz o'zga Sen küçük herhalde. Ben de birey. Hoca malumniki deydigan gibi sizge icadiyat qilib berma deydi. Ya. Bu güzel çıktı Zahir icadiyat. Şahning deydigan gibi icadiyatni biz situvasiz bo'ldi deydi. Endi Polatkamning deydigan gibi sizni sahne bilan ta'minlama deydi. Biz Biz hech nima bilan ta'minlamaymiz da biz. Biz mehr muhabbet bilan ta'minlab, naqsh etishning yo'lini biz mehr muhabbet orqali keltiramiz biz. Ben hünerimni yutib qo'yman. Rahmat. Öne verme. Avval sizga salom. Naqshingizga rahmat. G'ayratingizga rahmat. Men o'rnishimdagi sabab naqshingizni anglab bir kasbiy naqshchi ekanligingizni bir jazmlashtirdim-ku. Shu sababdan o'rildim. O'rilmasam bo'lmaydi. Chunki biz mushahada o'tgan bashaylan o'rilishga tegishlik o'quvchilar bo'lsa, cho'qim o'rilishimiz kerak. Mayli kimning guruhiga kirishingizdan qat'iy nazar, mushu bashaylan mayli G'uji bo'lsin, Kamil Ag'inam bo'lsin, Adila bo'lsin, Po'latkam bo'lsin, mayli men bo'lay, biz cho'qim qo'limizdan kelishicha har qaysi tarafdan sizni to'g'ri yo'lga yetaklay olamiz. Siz emas, mushu programma qatnashgan barliq o'quvchilarni biz cho'qim to'g'ri yo'lga yetaklashga tirishimiz. Qo'limizdan kelishicha. Shu sabab bilan men sizga cho'qim bir o'rilib madad berishim kerak. Agarda bizningki Ramlidar rivoyat guruhisini tanlab qolsangiz, uningda masala yo'q. Mush 4 ustoz sizga qaysi tarafdan yetakchilik qila olsa, menmi shu tarafdan cho'qim qo'limdan kelishicha yetakchilik qila olishga men jazmlashtira olaman. Zahir Şah gapni chiroyli dedi. Lekin men zag'ir tilda tarjima qilib bersam, men madad berish uchun o'rildim, sizni tanishish uchun emas degan gap chiqdi bu yerda. Ammo men Kamil G'uji siz qanaqaroq? Bo'ldi sizmi? Men bilan Kamil rasmiy tanishima, olmasam bo'lmaydi. Bizning guruhga zada oldig'ini deb turib o'rildik. O'xshamaydi u maqsad. Deb qo'ydimga gapni yig'in desa, mush to'taylan qila olganni men cho'qim qila olmayman. Ayşgül malına ders alganligingiz chiqib turdi. Ben bilib oldim. Shunday bir xil pishqan bir hissiyat bor. Men Ayşgül malımdan ders aldım. Ayşgül malımdan ders Ben bilib qoldim. Chunki Ayşgül malım meniki 5 yillik hem G'ujining Adilaning mushari. O'ynom ustoz. Hem başta ustozim endi. Men başta cho'ng shogirdim men. Buni men sezib qoldim birinchisi. Ikkinchidan bu endi bir musobaqalik naqsha bu. Buning ham xil men degan adam chaqchaq qilolmaydi. Zat musraylik keldi bor degan. O'lchamdan aşırıp aytdingiz. Azroq ketgaysiz, hayajonlandingiz, ovozingiz qaymadi, nayt o'lchamda. Hayajonlandi, u nayt. Çok masala. Normal. Men odatda bir odamga turib gap qilmaydim, lekin maqsadga turib gap Men qilaman. bo'lsam senda sal yo'qlab Egilib salom qilsam albatta arziydi. Adila sizmi turing? Mana siz abayni ham ko'z ko'ryapsiz. Adila adam dedi-ku, oldingi bir balni tanlash uchun mening guruhimda Puroq degan andayli bunday aytgan balla va sizga ham balkim keyin qijinim qolmasin dedim dedi. Sizga shu gapni deydingmi? Endi esingizda bo'lsin. Hoca sen bilan qani yo'qshdim ya. Kamil kelsak, Kamil kammo Ayşgül malımni o'quvchisi, men Ayşgül malımni o'quvchisi. Faqat oldi keyin o'qig'imiz va hisob bu mening haqim buni guruhimda hozir kirmagan bilan bundan yana sizdek bolalar berib qilish mumkin. Xatirjam bo'lansanglar mening guruhim bilan tekin qilgan odam yo'q. Qilmaydi qizlar qishliga. Shunga bizning Kamal guruhimizga udul kelsin. Kamil nim qilmaydi? Nim qiznaqchilar vafo qilmaydi dedi. Shunga bizning Kamal guruhiga kelsangiz, siz bilan biz ilib boradigan yangiliklar bek ko'p. Shunga qizlarlar o'tirib bularni o'quvchilarni chiqib ketdi. Qag'ini o'zingiz bilan-juma. Azman. Chiqib gapning tagida gap bor. Bular Ayşgül muallimninki o'quvchisiga, men Ayşgül muallimning inisi. Men vafo qilaman qizlarga. Mening ayni vaqtda ikkinchisida mening chempionim, shu mening guruhimdan chiqqan chempion bir qiz bo'ldi. Qarang, men tumasdan mal tumagan. Men tusamda hamiz turib oldi, demak. Aqibetini o'ylamjima, aqibetini oxirini-chi? Oxirini o'ylasangiz, o yanıla biz bir kimidik adamlar. Biz manda qilaylik. Bo'ldi, siz tanlash sizdan qolgan. Biz manda qilaylik. Posalanda. Biz o'tirib turlaylik. Singlimimiz chiroyli yurak tikishga qiz gapini qilib o'zini to'xtatib o'ylig'ini bor, o'ylig'ini. O'zingizga onasi tikib kelgan ustozi bor. Albatta.
Avvalmışadagi ustozlarninki meni mushunchalik cho'ng ko'rib, hurmat qilganiga bek ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Rahmat. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Avval ustozimga Ayşegül muallimga, anandan keyin mening ota-onamga, qarindoshlarim, do'stlarimga, meni qo'llab bergan barliq ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Cezmen usulmul mul buldu bizning guruhga Çoğun bilmeyimiz biz meyetimiz onun için. eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt bardisi. Baş parmak estin çıkarmaz yarni çoğun Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüştün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıktan, kadimim izcillikten yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyumning kamal tapıdığını işardım. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Tanlangan ziraat taza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhliq bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Ojon g'ori suyini bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz ojonni deb qolasiz. Ojon g'ori suyi. Yipek yolu sadası, suygunun yok çehresi. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çehresi. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitek yanri dalağa, Küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok iyisi, Nur kaytıdı yürekke. Güç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Kuş verdi nakşimiz, tümenligen çiçekke. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. İpek yolu sadası, kuş avazlar
ki